Bor yo'g'i 273 ming AQSh dollari turadigan bu Hyperbike uchun nafaqat karbon detallar, balki yer yuzi bo'yicha deyarli hech qaysi motokompaniya o'ziga ravo ko'ra olmaydigan magniydan tayyorlangan ehtiyot qismlar ham o'rnatilgan bo'ladi. Ducati Super Quadro'ning 1300 kublik dvigateli 205 ot kuchi va 140 dan oshadigan Newton metr bo'ladi va xulosada bor yo'g'i 165 kilogramlik bu Hyperbike uchun chakki bo'lmagan xarakterni taqdim qiladi. Tormoz sistemasi esa Brembo'ning eng ishonchli va zamonaviy bo'lgan ehtiyot qismlaridan foydalanilgan bo'ladi. Albatta, Virus Alien 988 Hyperbike dunyo bo'yicha bor yo'g'i ma'lumotlarga qaralganda 20 dona eksklyuzivniy bo'lib ishlab chiqarilgan bo'ladi. Albatta, bu Hyperbike'ni tushuntirib o'tishga, yoritib berishga balki 10 daqiqa kamlik qilishi mumkin. Shu sababdan biz bu Hyperbike'ning etilmagan jihatlari, batafsil ma'lumotlari, rasmlarini eksklyuzivniy Telegram kanalimizga joylashtirganmiz. Batafsil o'qib, tanishib chiqsanglar bo'ladi. Havola profilning yuqori qismida.